Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga kam xarj, hamyonbop, eng muhimi mehmonni kutishga barakali pecheniya qilishni o'rgataman. Praga pechenyasini. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'rib turganinglardek tuxumimizni ko'pirtirib olamiz. Unga ozgina-ozginadan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Mana shunaqa oppoq massa qilib olishimiz kerak. Boshqa idishimizga 1 litr qatig'imizni solib olamiz. 1 litr qatig'iga 2 choy qoshiqda suvni qo'shib turib, bitta choy qoshiq tuz qo'shasizlar, yaxshilab aralashtirib, bu massani qatiqqa qo'shib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Qatiq bilan soda reaksiyaga kirishib ketib, ko'pirib chiqadi. Ko'tarilishiga yaxshi yordam beradi. Boshqa idishimizga quruq massalarimiz hammasini sitidan o'tkazib solib olishimiz kerak. Unimizni, kakaomizni sitidan o'tkazib qo'shib olamiz. Opisaniyada hamma mahsulotlarni gramovkalarini yozib qoldiraman, qancha, nima ketganini. Endi bu quruq massamizga 2 choy qoshiqda razlixitlarni qo'shib olamiz. Kattaroq idishga solishingizni tavsiya qilardim. Kichkinaga solganimga menda to'kilib ketib qoldi. Aralashtirishga ham qiynaldim. Quruq massani tayyorlab qo'yib, tuxum oqiga tayyorlab qo'ygan qatig'imizni qo'shib olamiz. Shu yerda men 1 piyola o'simlik yog'i ham sovorgandim. Videoga olinmay qolibdi. Shuning uchun aytib o'tyapman. Opisaniyada ham yozib qoldiraman. 1 piyola o'simlik yog'i sovorasizlar qatiq bilan birga. Quruq massalarimizni ozgina-ozginadan solib turib, yaxshilab mikser qilib olishimiz kerak. Hammasini birdaniga sovormanglar, kam-kamdan 4 qoshiq, 3 qoshiq qilib solib turib, mana shunaqa quyuqlikda biskvit xamirini tayyorlab olamiz. Bu biskvit xamirini 3 ta idishga teng taqsimlab olasizlar, shunda bir xil bo'lib chiqadi. Gaz listiga solib turib, tekislab 200 gradusda 15-20 minut oralig'ida pishirib olamiz. Birpasda pishib chiqadi, vaqtingizni ko'p olmaydi. Qolgan xamirlarni ham shu ketma-ketlikda pishirib tayyorlab olinglar. Mana birinchimiz pishib chiqdi. Endi biskvitni yonlarini 1 sm qilib kesib chiqasizlar. 4 tarafidan ham 1 sm dan kesib olishimiz kerak. Kesib bo'lib, ustiga kalka qog'oz qo'yib turib, ag'darib olamiz, listdan tushirib olamiz. Tegidagi kalka qog'ozlarni olib tashlaymiz. Ichlari bilan juda ham yaxshi bo'lib pishib chiqadi. Yon atrofdalarini oddiy tarelkaga solib qo'yasizlar. Farzandingizga berib yedirib yubormanglar, bular kerak bo'ladi bizga. Biskvit xamirlari juda ham chiroyli bo'lib ko'tarilib chiqadi. Hammasini shu ketma-ketlikda pishirib tayyorlab olasizlar, aytib o'tganimdek. Boshqa qozonchaga tuxumimizni, shakarimiz, kraxmal hamda unimizni solib turib, krem tayyorlab olamiz. Zavarnoy krem qilib olishimiz kerak. Bu massalarimizni solib bitta aralashtirib, ozgina sut solib turib, yana aralashtiramiz. Sut hammasini birdaniga solmaymiz, komochka bo'lib qolishi mumkin. Kamroq solib yaxshilab aralashtirib, keyin qolgan sutni solib, gazga qo'yib, aralashtirishda davom etasizlar. O'zi birpasda qaynab chiroyli holatga keladi. Quyuqqina bu kashaobrazniy bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatga kelgandan keyin gazdan olib olamiz. Faqat kremni tepasida turib aralashtirib turinglar dam-badam. Endi buni sovutish uchun kattaroq laganchaga, ama tarelkaga, ama solsanglar tezroq soviydi. Men tezroq sovutish uchun shunaqa kengroq idishga solib, ustiga strech paket yopib, xona haroratida sovutdim. Xona haroratida sovishi kerak. Iloji bo'lsa, zavarnoy kremini oldinroq tayyorlab qo'yinglar, biskvitdan ham oldin. Shunda yaxshi sovib turadi. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi boshqa idishimizga xona haroratida turgan sariyog'imizni yoki yaxshi margarinimizni mikser yordamida yaxshilab ko'pirtiramiz. Oppoq massa qilib olishimiz kerak, videoda ko'rsatilgandek. Endi bu kremimizga varyoniy zgushonka solib olamiz. Zgushonka bilan sariyog'inglar xona temperaturasida bo'lishi kerak. Ikkalasi ham bir xil haroratda bo'lishi kerak. Bittasi muzdek, bittasi ergan bo'lsa, unda ham kreminglar o'xshamaydi. Iloji bo'lsa ikkalasini ham iliq joyga olib qo'yib, bir xil temperaturada qilib, keyin krem qilishinglarni tavsiya qilaman. Keyin ko'p mikserlab tashlash kerak emas. Bir xil massa bo'lguncha qilib olsanglar yetadi. Kremimiz tayyor bo'lgandan keyin so'ygan zavarnoy kremimizni ham 2 ta qoshiq solib turib mikser qilishda davom etamiz. Hammasini birdaniga solmaymiz, ko'p krem solmaymiz, kam-kamdan solib
past skorosda krem qilib olasizlar. Unaqa baland skorosda aylantirmanglar. Bir xil massa bo'lguncha mikser qilsak yetadi. Shu ketma-ketlikda hammasini solib, kremni tayyorlab olinglar. Mana shunaqa ko'rinishda chiqadi, quyuqqina bo'lib. Tayyor bo'lgan kremimizni ikkitaga bo'lib olamiz. Yarmini to'rtligi maxsus ishlatiladigan paketga solib olasizlar. Agar bunaqa paketingiz bo'lmasa, oddiy rulon paketi 2 qavat qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Biskvitni propitka qilish uchun suv tayyorlab olamiz. Unga 2 osh qoshiqda zigushonka solib, qaynagan kipitokimizni solib, aralashtirib, propitka qilish uchun tayyorlab olamiz. Yoki shirin suvdan foydalansanglar bo'ladi, yoki sutdan foydalansanglar bo'ladi. Uyda bor narsadan foydalanishga harakat qilinglar. Tayyor bo'lgan biskvitlarimizni yaxshilab birinchi bo'lib propitka qilib olishimiz kerak. Ko'proq propitka qilishni maslahat berardim. Qanchalik ko'p propitka qilinsa, biskvit shunchalik vlajniy bo'lib, mazali bo'lib chiqadi. Propitka qilingan biskvitni ustiga tayyorlab olgan kremimizni siqib chiqaramiz. Shunaqa selofan paketga solib kremni siqib chiqarsanglar bir xil taqsimlanadi. Hamma yog'iga bir xil bo'lib tegadi. Keyin lopata yordamida tekislab olamiz. Kremlarini ustidan ikkinchi biskvitni qo'yib olamiz. Bu biskvitimizni ham yaxshilab propitka qilib olamiz. Yaxshilab hamma yog'iga tekislab propitka qilib chiqib, bu biskvitimiz ustidan ham kremimizni siqib chiqaramiz. Kremni aytib o'tganimdek, ikkitaga bo'lib olsak, ikkala tarafiga hamma yog'iga yaxshilab krem beramiz. Ustki tarafga krem shart emas, faqat ichki tarafga ishlatiladi kremlar. Shuning uchun ikkitaga bo'lib, ichki tarafiga hamma yog'iga yaxshilab krem beringlar. Ustiga surish uchun uylarda bor o'rikli murabbodan foydalansanglar bo'ladi. Agar murabbo bo'lmasa, magazindan jem olsanglar ham bo'ladi. O'rikli jemdan foydalansanglar bo'ladi. Menda murabboyim bor edi. Murabboni blenderdan ozgina o'tkazib maydalab oldim. Agar blender bo'lmasa, мясорубкаdan ham o'tkazib olsanglar bo'ladi. Yiriklarini ozgina maydalab oldim. Ustki tarafiga o'rikli murabboni hamma yog'iga tekkizib, bir tekisda qilib surib chiqdim. Yonidan qolgan xamirlarni chopper yordamida mayda holatga keltirib olamiz. Agar chopperinglar bo'lmasa, qirg'ichchi mayda tishidan o'tkazib olsanglar ham bo'ladi. Endi biskvit xamirlarini yon taraflariga, ust taraflariga chiroyli qilib, o'zingizga qarab fantaziyalar qilib joylashtirib chiqasizlar. Men yoniga, ustki tarafini, yon taraflariga biskvit xamirlarini yasatib chiqdim. Shokolad eritib oldim. 100 gram shokoladga 20 gram sariyog' solib, ozginagina sut solib eritib olganman. Bularni hammasini opisaniyada yozib qoldiraman, qanchaga qancha qilganlarimni. O'rtasiga shokoladni shunaqa qilib joylashtirib chiqasizlar. Varyoniy zgushonkam ham qolgandi. Uni ham selofan paketiga solib, maxsus qolipga solib, shunaqa qilib uzorlab berib chiqdim. Unda ham tortinglar yana ham chiroyli ko'rinishga keladi. Mazasi ham juda ham mazali bo'ladi. Albatta qilib ko'rishinglarni hammangizga tavsiya qilaman. Men bu pechoniyni mehmondorchilikka berib yuborish uchun qilganimga ichini kesib ko'rsata olmadim. Juda ham barakali, dasturxonbop pechoniy bo'ladi. Albatta qilib ko'rishinglarni hammangizga tavsiya qilib qolaman. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.